Dinozavr hot-dogimizni 5 minutda yeyman deb 2007-yilgi Armand ukamiz kelibdi. Ko'ramiz 5 minutda yeb bera oladimi? Agar 5 minutda yeb bersa 500 ming pul beramiz. Aka qo'lingizdan keladimi? 5 minutda yeb olasizmi? Yo'qman. Men 2007 emas, 2003 aka. Yo'q, biz adashib ketmiz. Shu video 2003-yilgi bolaga tashlab qo'yinglar. Mana shunda 5 minutda yeb bera oladimi? Tayyormisiz? Ketdik, davay. Boshlandi, davay. Tez yeyish kerak, davay. Bosing. Siz xamirdan boshlayotganda akamiz. Shashlikdan bosasiz uni va eng mazali joyidan ushlasangiz. Nima deb o'ylaysizlar, yeb qo'ya oladimi 5 minutda? Endi birinchi minut ketdi. Bemalol tez tiqavering aka, chaynamasdan tiqavering. Yeyish bo'yicha Baytqo'rg'onda chempion bo'lgan ekan akamiz, Baytqo'rg'onlik ekan. Armand ukamiz lekin zo'r yurganligiga gap yo'q. Mana 3-minut ketdi, lekin uje yarmidan ko'p ketdi uje. Xuddi ozginasi qoldi, qaranglar. Videolarimiz oldin faqat million urardi. Aktivimiz sal tushib qolgan, hozir o'shaning uchun like bosib, kommentariyaga bu narsalar nima qolasingiz yozib ketavering. Vaqtimiz mana 4,5 minut bo'lyapti, 30 sekund vaqt qoldi, lekin ukamizni sal qolib ketyapti-da. Afsuski ukamiz 5 minutda yomadi, ozgina qolib ketdi. Menimcha kasholot bolalar, o'ziga ishongan bolalar buni 5 minutda bemalol yeb qoladi. Qaranglar, ozgina qolib ketyapti. Tanani qaranglar, kichkina. Shu videoni kasholot to'ymaydigan bolalarga tez tashlab qo'yinglar.